500 ming so'mga olindi mana. Sarkami bu? Sarka. Barakasini bersin. Baraka bo'lgan joyidan. Boysun, Chorva mol bozoridamiz akalar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 12-iyul hafta kuniga yakshanba va Surxondaryo viloyati Boysun Chorva mol bozoridamiz. Bozorda sotiladigan qo'y, qo'zi, echkilar haqida ma'lumot berib borishga harakat qilamiz. Akalar, mana qo'chqor sezon boshlanib ketdi. Qo'yga qo'yishga qo'chqorlardan ham chiroyli videolar qilamiz, xudo xolasa. Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Arzimas mehnatimizga bir donadan like bosib qo'yamiz. Aka, qaysini so'rayapsiz, aka? Sarkani so'rayapti. Nima bu? Nech pul so'rayapti? Echkini bu 8 so'rayapti. 1 million 800 ming so'rayapti, ha? Bermayapsiz. Uloqlarim savdo bo'ldimi yo'qmi? Uloqlar 1 million, 1,5 million gapdan 1 million 200 dan 1 million. Ha, 1,5 million deyapsiz, 1 million 200, 1 million 300 savdosi bo'lyapti, ha? Berilmagan ekan. Aka, taka nechta bo'ldi? Taka 2 million. Qancha? 2 million 600. 2 million 600 ga berilmadimi? Nech pul deyapsiz? 3 million so'm baho aytilayotgan ekan. Qo'zilarchi aka? Qo'zilar arzi bo'lib turibdi. Nech pul savdo bo'ldi? Nech pul deyapsiz? O'zim 5,5 deyapman aka, so'ra. 5 million 500 deyapsiz. Qo'chqor qo'zimi? Yo'q. Ha, urg'ochi qo'zi ekan. 5 million 500 ming narx aytilayotgan ekan, savdosi yo'q ekan. Qo'ylarchi aka? Qo'ylar 5,5 deyapti, 6,5 deyapti, 5,5 so'rayapti. 6,5 deyapsiz, 5,5 savdosi bo'lyapti. Aka, nechta tuxum qo'ylar bular? Qari qo'y ekan. Sog'liq qo'ylar. Aka, qo'chqorlar nech puldan bo'lyapti? Sizdanmi? Qo'chqorlar savdo bo'ladi aka. Nech pul deyapsiz aka? 8 dan deyapmiz. 8 dan deyapsiz. Nima qo'chqor bular? Shak. Shak qo'chqorlar 8 million so'mdan narxi aytilayotgan ekan. Savdosi hozircha yo'q ekan. Aka, telefon nomer qo'yaveramizmi? Shart. Program qiziq so'raydi aka. Mabodo aka sotilmay qolsa, sotingmi bozorda? Telefon so'raydi aka. 33lik 580 580 1987. 1987. Agar qo'chqor so'ragan akalarimizga kerak bo'lsa, telefon qilib akamiz bilan bog'lanasizlar. Qo'y bobidan. Qo'yga qo'yishga. Shak qo'chqorlar ekan. Shakka chiqqan qo'chqorlar. Like bosib, obuna qo'yamiz akalar. Aka, sog'liqlar nechundan bo'lyapti? 6,5 dan bermayman. Ha, 6 million 500 dan bermayapsiz. Nechta tuqqan bular? Ha, ikkinchi bolasiga 6 million 500 ming so'mdan berilmayotgan ekan. Necha baho qo'yapsiz o'zingiz aka? Ha, 8 million 500 dan narx aytilayotgan ekan. Aka, qo'zilar necha puldan bo'lyapti? 2 million 400. Qo'chqor qo'zimi, urg'ochimi? Ha, aralash ekan. 2 million 400, 2 million savdosi bo'lib turgan ekan. Aka, necha pul savdosi bo'lyapti bir joyda? 27 dan bo'lyapti. 2 million 700 dan. Qo'chqor, urg'och qo'zi. Ikkitasi erkak, u yoq 4 ta urg'och. Ha, ikkitasi erkak, 4 tasi urg'och qo'zi ekan. 2 million 700 dan bir joyda, Bir joyda. bir joyda savdosi bo'lib turgan ekan. Oyoq kurashdan bo'lyapti. Aka, necha puldan bo'lyapti uloqlar? 2 dan deyapman, 1,5 million savdo bo'lyapti aka. 2 milliondan deyapsiz? 2 milliondan deyapman, 1,5 million deyapman. 2 million deyapsiz, 1,5 deyapsiz. Savdosi bo'ldimi 1,5 million? 1,5 million savdo bo'ldi deyapman. Ha, savdosi bo'ldi. 2 million so'm narxi aytilgan ekan, 1 million 500 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Taka uloq emas aka? Ha, taka uloq. Taka uloq emas. Barakasi bo'lsin. Uloqlar necha puldan bo'lyapti aka savdosi? 12 dan. 12 dan? Bir joydan. 1 million 200 ming so'mdan mana taka uloqlar savdosi bo'layotgan ekan, yo'q ekan. Necha pul narx aytyapsiz aka o'zingiz? 1 million 500 ming so'mdan narx aytilgan ekan. Aka, qo'chqorlar necha pul bo'lib qoldi? Necha pul deyapsiz? 20 million deyapsiz. Nima qo'chqor aka bular? Panja qo'chqor 20 million so'm narx aytilayotgan ekan.
Qo'yga qo'yishga. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Savdosi yo'q. Aka qo'zilar necha puldan bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. 5,5 deyapmiz. 5 million 500 dan deyapsiz. Ha, 4,400 ga bermadik. 4,400 dan bermadingiz. Qo'shqor qo'zi, Ha, hammasi qo'shqor, qo'z bir joyda. Qo'shqor qo'zi. Bir joyda savdosi bo'ldi. Rastga. Ha. Hozir 5 million. Aka necha puldan bo'lyapti qo'zilar? Qo'ylar 4,200 dan deyapsiz. 4 million 200 dan deyapsiz. Savdosichi? Ha, 4 million 200 mingdan bahosi aytilgan ekan, 3 million 800 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Qo'shqormi hammasi aka? Hammasi qo'shqor qo'zi ekan. Surxondaryo viloyati Boysun chorva mol bozoridamiz. Hurmatli obunachilar. O qo'zilar necha bo'lyapti aka? Kenja qo'zi. Akani olmas kerak ekan. Qo'yingni olmas kerak ekan aka. Aka qo'zilar necha puldan bo'lyapti? 5 dan bo'lyapti. Ha, 4 million 500 5 million so'mdan savdosi bo'lyapti. Aka necha pul baho qo'yasiz? Mana shuga. 5 million 500 ming. Ular sarasir ekan, sarqir bo'ldi. Baho sarflaydi. Otalar sarasir ekan. Onasi-chi? Ha, onasi Boysunni qo'y. Yaxshi qo'zi. Qo'yga qo'yishga qo'shqor aka. Aka, sizdanmi bular? Necha puldan bo'lyapti? Necha puldan bo'lyapti? 20 dan bo'lyapti. 20 dan aytyapsizmi aka? Savdosichi? 20 million so'mdan narxi aytilgan ekan, 17, 18 savdosi bo'libdi. Nima qo'shqor aka bular? Chori, panji qo'shqorlar ekan. Telefon nomer aytaveramizmi aka? Telefon nomer shart emas aka bor. Odamlarga mana bepul reklama qilamizmiz. Amayli, o'zlari bilishadi. Aka qo'shqor necha bo'lib qoldi? 20 million deyapsiz. Savdosichi? Savdosi yo'q. 20 million so'm narx aytilgan. Sarkalar necha puldan bo'lyapti ekan? Aka? Sarkalar 5 milliondan. 5 milliondan deyapsiz. Savdosichi? 5 million so'mdan narx aytilgan ekan, 4 million so'mdan savdosi bo'lgan ekan. Akasi necha pul so'rayapsiz? 3,5 dan bo'lsa hammasini bir joyda. Ha, 3 million 500 dan bo'lsa bir joyda. 3 million 500 dan mana akamiz so'ragan ekan. Like bosib qo'yamiz akalar. Pul qoldi. Qo'shqor. 7 million 8. 7 million 8 ga baraka bo'ldi. O, qo'zilar necha puldan bo'ldi ekan? 22 dan bo'lyapti. 2 million 200 dan bermadingiz. Urg'ochimi, qo'shqor qo'zimi ular? Yarimi qayerlarga oldi. Ha, urg'ochi, qo'shqor qo'zi aralash 2 million 200 ming so'mdan berilmoqda. Necha pul narx aytyapsiz? Narx necha pul aytyapsiz o'zingiz? Bir necha qo'shib beraman. Ha, 2 million 200 dan nimadir chiqsa, xudo xolasa, barakasi bor ekan. Bular shak qo'shqormi aka? Qo'zimi? Necha puldan bo'lyapti? Mana qo'zilar 4 million 600 ming so'mdan savdosi bo'lgan aka. Necha pul narx aytyapsiz? 6 million so'mdan narx aytilgan ekan. 4 million 600 dan savdosi bo'lgan ekan. Telefon nomer aytaveramizmi aka? Aytamiz. Nechi? 97lik 843 0440 telefon nomeriga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yana 80 dona bor ekan. Qiqilgan qo'zilar, sifat. Qayerda qo'zilar aka bular? Boysun Pasirxon mahallasining qo'zilari ekan. Mana kelasi yil qo'shqor qilib sotaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, qirib qo'zilar ekan. Shu bo'lgan qo'zilar. Like bosib qo'yamiz akalar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta nima qil? Bor, 47 dan beraman. Bor baraka. 47 dan so'rayapsiz. Bor baraka. Berilmayapti. Mana bu, mana bularda. To'rtalasi bir joyda.
4 milyon 200 mingdan. Aka nechi pul deyapti? Ega. 5 milyon deydi. 5 million so'm bahosi aytilgan ekan, 4 million 700 ming so'mdan savdosi berilmayapti. 4 ta Qo'shqor qo'zi. Bir joyda. Boysun bozori deydi. Surxondaryo viloyati Boysun bozori mana. Buvomizga bitta like. Aka nechi bo'lyapti qo'zi? Qo'zini hali 3 bo'lib turibdi. 3 million bo'lib turibdi. Urg'ochimi, Qo'shqormi? Urg'ochi. Urg'och qo'zi. 3 million so'mga berilma. Nechi pul narx aytyapsiz? O'zingiz nechi pul baho aytyapsiz? 4 million so'm narx aytyapsiz. Mana akamizga bitta like. Nechi puldan bo'lyapti aka qo'zilar? Bilmayman, o'zi bular hech bilan beryapti. Bo'ladiganini ayting aka. Bo'ladigan. Endi aytasiz. 2 million 500 dan deyapsizmi aka? Savdosi ham bo'ldimi yo'qmi? Endi bu kishi savdo qilaman. Qo'chqor urg'och qo'zilar bular. Urg'ochi Qo'chqor. Aralash, ha? Aralash. Qo'chqor urg'och qo'zi aralash ekan. Bo'ladiganini ayting uni. Aka nechi pul so'rayapsiz? 2 million 100 dan so'rayapti. Hammasi bir joyda. Yo'q, ikkita olmoqchi. Ha, ikkita olasiz, ha? Ikkitasi 2 million 100 ming so'mdan tanlovlariga savdosi bo'lyapti. Kenja qo'zilar akalar. 28 ming so'm. Takanimi aka? Takani. 2 million 2 million 800 ming so'mlar deyapman, bir mavrid qo'layotgan aka. ha, bu 2 million 500 so'rayapti. Bular 2,5 beryapti. Ha. Bering aka, to'g'ri kelmaymi? Pastmi? 2 million 500 ming so'm. Uloqda 2 million olyapti. Biz Oltoygar bozor kelamiz. Savdosi bo'ldi. Oltoyga bir kelasiz. Oltoyga bir kelamiz. Lekin Oltoyga bir kelsangiz ham bozor haqida ma'lumotlar bilar ekansiz lekin. Kuzatamiz deng. Gapi. Kuzatamiz aka. Barakalla. 24 bo'ldi, bermadim. Mana buvom so'rayapti 2 million 500 ga. Boring ada Yo'q. Mana degan savdo. Nech pul? 26 bo'ldi mana. Barakama? Baraka deng. Baraka deng. Baraka deng. Bizlarga ko'rsatadi, bormang. Baraka deng. Aka. Aytganingizdan 200 ming kam. Ana. Bording baraka deng. Bor deb bering. Baraka deng aka. Bording, nima? Bordanga bir ma'lum taka bu. Taka. Takalik o'sha 2 million 600 da. To'g'rimi bu? Ular ham 2 million bo'ldi. Bording baraka deng. Savdo ojuda barakasini bersin. Aka ko'p aytyapti. Aka nech puldan bo'lyapti akalar? Nech puldan bo'lyapti? Savdosi. Mayli men 3 million 200 dan aytyapsiz. Savdosi-chi? Ha, savdosimi? 3 million 200 ming so'mdan takalar savdosi bo'libdi. O'zingiz nech pul deyapsiz bu? 4 million deyaptimi? 4 million so'mdan narx aytilgan ekan mana. 3 million 200 dan savdosi bo'libdi, berilmabdi. Obuna qo'yamiz akalar, like bosing. Ya mana Mamat bo'yinishigina qo'shib sotsangiz bo'lardi. Ya shu tortib ketaverdi. Aka shu qora qo'zi nechi bo'ldi ekan mana shu? Buni aka 3 million savdosi bo'lib turibdi. Bermadingiz. Yo'q, hali 3 million so'mga berilmabdi. Urg'ochimi, Qo'shqor qo'zi? Qo'shqor qo'zi. ularni ham narxi 3 million bo'lib turibdi. Buni ham narxi 3 million. Ha, buni ham narxi 3 million, buni ham narxi 3 million. Buni rangi qop-qoraligi 3 million. Gapi. Sut qo'zilar nechi bo'lyapti ekan? 1 million 700 dan bermadingiz. Qo'chqor qo'zimi, urg'ochimi? Aralash. 1 million 700 dan bermadingiz. Aka nechi pul narx aytyapsiz? Ha? 2 million deyapsiz. 2 million so'mdan narx aytilgan ekan, 1 million 700 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Sut qo'zilar. Ikki million qancha aka ikkalasi? 2 million 430 ming so'm so'rayapsiz. 2 million 430 ming so'rayapsiz. 20 ming so'rayapsiz. 50 ming o'tib bergan bundan nomer Siz yo'q narsadan aytasiz. Men bor narsadan chiqib kelyapman. Barakadang aka. 2 million 450 bo'lsa baraka deyapti. 2 million 430 ming savdosi bo'lyapti. Bor baraka. Bo'ldimi? Nech pul bo'ldi? Baraka deng mana. Qancha ketdi oxiri? 2 million 450. 2 million 450 ming so'mga baraka bo'libdi. Mana. Aka bu uloqli echkimi yakkami? Echki. Echki yakkami uloqlimi?
Nechi pul aka? Egizmi uloq? 3 million so'm narx aytyapsiz, savdosi bo'ldimi? Savdosi bo'lyapti. 3 million so'm egiz uloqlar eshik mana ekan. Uloqlar eshik so'ragan akalarga. 5 million 400 savdo bo'lyaptimi aka? Bermayapsiz. So'q qo'ylar. Aka nechi pul narx aytyapsiz o'zingiz? 5 million 400 savdo bo'lyapti. Siz nechi pul aytyapsiz? Men 6 milliondan deyapman. 6 million so'mdan narx aytilgan ekan. So'q qo'y. 5 million 400 ming so'mdan savdosi bo'layotgan ekan. Berilmayapti. Mana savdosi bo'lib turgan joyda. Ana YouTube'ga chiqasan endi Jayroz. Mana shu bachani ko'proq u. Bir YouTube'ga chiqsa shu. Ya mana YouTube'ga ketdi mana. Darband qo'ylarmi aka? Yo'q, Sarosiyoq qishloqda. Aka shu bermagan. Qo'ysin. Sarosiyoq qishloq qo'ylar ekan. Aka qo'ylar nechi bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. Salom, qo'ylar. 34 dan ketdi. 34 dan. 34 dan? Qari qo'ymi? Ha, 3 million 400 dan baraka bo'ldi. So'roq yetib kelgan. Siroq yetib kelganmi? Gap yo'q, barakasi bersin. Siz oldingizmi aka? Ha. Endi biroq olib berdim. Ha, barakasi bersin aka. Aka qo'zlar nechi puldan bo'lyapti? 42 bermanglar. 42 dan berilmadi, ha? Nechi pul narx aytyapsiz? 5 million so'mdan narx aytilgan ekan qo'shqor qo'zlar 4 million 200 ming so'mdan savdosi bo'ldi. Yo'q. Aka qo'zlar nechi puldan bo'lyapti? Qanchadan? 2 million 800 dan urg'och qo'zimi? 2 million 800 ming so'mdan savdosi bo'libdi, berilmabdi urg'och qo'zlar. Aka nechi pul aytyapsiz o'zingiz? O'zingiz nechi pul narx aytyapsiz? 3 million 500 ming so'mdan narx aytyapsiz. Nechi pul bo'lyapti aka? 4 million 600 bo'lyapti aka. 4 million 600 ming. So'q qo'y, ha? Ha, So'q qo'y. Berilmayapti. Aka nechi pul narx aytyapsiz o'zingiz? 6 deyapman men. Ha, 6 million so'm narx aytilgan ekan, 4 million 600 ming savdosi bo'lyapti, ha? Ha. Savdosi bo'lyapti. So'q qo'y. Berilmayapti. Ular ham bo'lsa ayting. Mana ularman bo'lsa mana. Ha. O qo'zi nechi bo'lyapti aka? O'zi 3 million bo'lyapti aka. Kenja qo'zni o'zimi? Berilmayapti. Qarang, badanni qarang. Ular ham qo'shqorlikka olaman deganlar kelsin. Gap yo'q. 3 million so'm narx bo'ldi, berilmayapti. Yana kami bor. Bular nechi puldan bo'lyapti aka? Ayting. Qo'y nechi bo'lyapti bu? Qo'y. 4 million 200 dan bo'lyapti. Nima qo'ylar bular? Bunisi pisoq qo'y, bunisi chori qo'y. Ha. Bunisi qo'zi 4,5 million bo'ldi. Qo'zi 4,5 million qo'ylar. Qo'ylar 4 million 200 dan bo'ldi. 4 million 200 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Berilmayapti. Ana bittasi tusoq qo'y ekan. O'z nechi pul deyapsiz o'zingiz? Men 4,5 dan deyapman. 4 million 500 ming so'mdan yetgan ekanlar. Like o'z obuna qo'yamiz akalar. Qo'shqor nechi bo'lyapti aka mana? 7,5 bo'lyapti. 7 million 500 ga berilmayapti. Nima qo'shqor aka bu? Qancha qo'shqor? 8 million bo'lsa oldik mana. Qancha qo'shqor? 8 million so'm bo'lsa baraka delgan ekan, 7 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi, berilmayapti. Bularchi aka? Bular 5 ming 400, 5,5 ming bo'lyapti. 5 million 400, 5 million 500 savdosi bo'lyapti. Bular nima qo'shqor? Shak. Bular shak qo'shqor ekan. Bularga bahosi nechi pul? 6 6 million so'mdan narx aytilgan ekan. Qo'shqor ko'p bozorda kelaverasizlar. Bu nechi bo'lyapti aka? 8 million savdosi bo'ldimi? Berilmadimi? Nechi pul narx aytyapsiz? 12 million so'm narx aytilgan ekan. Nima qo'shqor? Qancha qo'shqor? Aka qo'y nechi pul aka? Qo'y 4 millionga oldik. 4 millionga oldingiz. Qari qo'ymi aka? Omoxonani qo'y ekan, munchaqa oldik 4 millionga. Omoxonani qo'y, munchoqqa baraka bo'ldi. 4 tugun qo'yga 4 million. 4 tugun qo'y 4 million. Barakasi bersin. Barakasi bersin aka. 4 million oldik. Oldingiz. Oldik. Aka echki nechi pul? Echki 2 million ekan. Aka o'zlarim ikkilanib qoldilar lekin narxiga. Aka uloq nechi pul oldingiz aka? Qanchadan? 900 ming so'm. Taka uloqmi?
Takaloq 900 ming so'mdan baraka bo'libdi. Mana shu yigit bilan qo'chqordi. Qo'chqor necha pul bo'lyapti aka? 6 million bo'lyapti, bermayapti. 6 million so'mga bermadingizmi? Necha pul narx aytilyapti o'zi? 7 deyapti mana. 7 million so'm narx aytilgan ekan, 6 million so'm savdosi bo'libdi. Nima qo'chqor aka bu? Bu shak oli. Ha, shak qo'chqor ekan. Barakasi. Aka necha pul olindi bu? 2008 urg'och qo'zimi? Ha, qo'chqor qo'zi 2008 ming so'mga olinibdi. Aka sog'liqlar necha puldan sog'liqlar? Sotildi? Qanchaga? 5 million 100? Necha tuqqan? O'tkalik qo'zimi? 5 million 100 ming so'mga so'q qo'y sotilibdi. Baraka bo'libdi. Bularchi aka? Necha puldan deyapsiz? 4 million 200 ming savdosi bo'ldi. Necha tuqqan? Necha tuqqan? Ha, 2-3 tuqqan 4 million 200 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Sog'liqlar. Mana. Qo'ysin labochilar trendda mana. Xizmatda hammasi. Mana akamiz. Mana xudo xolasa bozorda chiqishidan sotilgan mollar realni savdosini olamiz xudo xolasa. Keling. Boysun labochilari xizmatda. Mana murojaat qilaverasiz xudo xolasa. Hech bir ketdi shu. 20 million? 21 million so'mga baraka bo'ldi. Mana shu. 9 emas ekan xo'roj degan arash. Kechirasiz a? Bilg'onni uloq. Yigitga ham mana. Aka nech pul oldi qo'zilar? Bu nech pul oldi? 3 million 300 ming so'mdan baraka bo'ldi. Qo'chqor qo'zimi? Qo'chqor qo'zi. Aka nech pul oldi? 1 million so'mdan baraka bo'ldi uloq. Aka nech pul oldi qo'y? Nech puldan? Qanchadan? 4 million 600 dan qaytib qo'y. 2 million 200 ming so'm oldi mana. Kenja qo'ysiz.